O'tgan safar nomi qurisin Helicat 602 ni ko'rsatgan edik. Ana endi eshiting. Yaxshigina, balangina, solidniy ovozi bor. Bu 604 litrli 392 Hemi va abrazli 8 silindr skat pakka asosan qo'yiladi va boshqa muscle carlarga o'rnatilishi mumkin, ya'ni Challenger, Charger va hokazo. Arxitekturasi klassik amerikanskiy dvigatellarga o'xshagan bo'ladi va abrazli 8 silindr bo'lganligi uchun 490 tagacha ot kuchi bo'ladi va 644 Nm. Eslatib o'taman, bu hammasi stok holatiga. Hech narsani hali darabotka qilmasdan, chunki bu dvigatellar darabotka qilishga ham qo'yib beradi. Bu dvigatellar yana zo'r tarafi staromodniy, ya'ni eski proyektda qilinganligi uchun ikkita klapan bitta silindrga to'g'ri keladi. Haqiqatan amerikanskiy muscle car bo'lganligi uchun yoqilg'i xarajati ham juda ham kam bo'lmaydi. Yaxshigina ko'p bo'lganligi uchun bu dvigatellarda MDC sistemasi ham o'rnatilgan bo'ladi. MDC bu 8 silindrdan 4 tasini o'chirib qo'yish imkoniyatini beradi sizlarga. Bu hammasi yoqilg'i xarajatini pasaytirish uchun. 0 dan 100 gacha taxminan to'g'ri 5 sekund sarf qiladi. Yana qaysi avtomobillarga o'rnatish mumkinligini Dilshod akam Avtobox yaxshiroq biladilar. Adashtirib bormaymiz. Bu supercharger emas, magnitatorli va shuning hisobiga buni narxi ham arzonroq bo'ladi. Turgan joyini o'zida bor yo'g'i 11 ming AQSh dollari ekan.